Homiladorlar ro'za tutsa bo'ladimi? Tutsa bo'ladigan holatlari bor va mumkin bo'lmagan holatlar bor. Agar sizda kamqonlik, kislorod yetishmovchiligi, homila o'sishdan ortda qolayotgan bo'lsa, yo'ldoshning pastda joylashishi bo'lsa, Dopplerda agar qon aylanishining buzilishi bo'lsa, ham onada, ham bolada, yoki vitaminlar yetishmovchilik, vitamin D yoki sizda buqo kasalliklar gipotireoz bo'lsa, bunday holatda qat'iyan man etiladi. Mumkin bo'lgan holatlar: agar sizda gemoglobin 120 dan yuqori bo'lsa, bolada homilada nuqsonlar, sizda rivojlanishi yaxshi bo'lsa, qon aylanishida yaxshi bo'lsa, yo'ldosh tepada joylashgan bo'lsa, homiladorlik paytida sizda biron marta qon ketishlar kuzatilmagan bo'lsa, sizda yondosh kasalliklar bo'lmasa, deylik, qandli diabet yoki revmatizm, artrit yoki o't tosh qopi kasalliklari agar sizda bo'lmasa, shunday holatlarda albatta ginekolog nazorati va tavsiyasi orqali va bir qancha tekshiruvlardan keyin biz ruxsat beramiz. Videoga like bosing va homilador tanishlaringizga yuborib qo'ying.